To'g'rimi? Mana ahvol. Qizing soqov ekan. Dada, buning Yusufga aloqasi yo'q. Terisidagi dog'larni ham, gapirmagani ham genetika bilan bog'liq emas ekan. Meni ham, o'zingni ham aldama Nur. Men Yusufning qanaqa bolaligini yaxshi bilaman. U juda sekin fikrlaydi. Unda aqliy kechikish borligi 100% aniq edi. Mana, endi qizingga ham o'tibdi. Shundaymi? Genlarga aloqasi yo'qmish. Qizing soqov emas, garang ham ekan-ku. Bechora nevaram. Bu gaplarni aytishim menga oson deb o'ylaysanmi? Yuragim seni ham, Sorani ham o'ylab tilka pora bo'lyapti. Nur ruhan quladi. Kursiga bemajol o'tirib yuzini kaftlari bilan berkitdi. Go'yo barcha ovozlardan, tashxisdan, otasidan, o'zidan, hammadan qochayotgandek edi. Otasining so'zlari uning qalbiga pichoqdek sanchilar. Ularni eshitgan sari Nur o'zida ham, Yusufdan ham battar nafratlanardi. Hatto ba'zan eriga otasining ko'zi bilan qaraydigan bo'lib boryapti. Yuragining tub-tubida eriga nisbatan yashirin malomat kurtak ortib boryapti. Nur yarim tunda Soraning xonasiga kirib bir chekkaga o'tirdi. Uxlab yotgan qizchasiga tikildi. Uning yuzidagi ko'rimsiz oq dog'larga qaradi. Qizchaning ko'ksi mayin ko'tarilib tushishini kuzatdi. "Kechir, Sora qizim. Menimcha sendan biroz uzoqlashishim vaqti keldi. Men kuchliroq bo'lib qaytaman, qizim. Balki shunda seni yaxshiroq tushuna olarman." Nur qizini ehtiyot bo'lib uyg'otib yubormaydigan qilib o'pdi. Yuzini uning yuziga uzoq bosib turdi. So'ng eshikni ovozsiz yopib xonadan chiqdi. Nur xonasiga kirdi. Qisqagina maktub yozib Yusufning yoniga qo'ydi. Siyoh bilan emas, ko'z yoshlari bilan yozilgan maktub shunday so'zlar bor edi. Yusuf, meni kechir. Hozir ona bo'la olmayman. Senga munosib xotin ham emasman. Yuragimda og'riq, aqlim parishon. O'qishimni tugatishim kerak. Odamlarning nigohidan, Soraning oldidagi ojizligimdan qochishim kerak. Ketaman. Unga ona bo'lishga munosib bo'lganimda qaytaman. Aslida Nur o'qishni tugatishi uchun, doktorlik unvonini olishi uchun qochmayotgan edi. Balki ojizlik hissida qochayotgandi. Otasining nigohidan, odamlarning gap so'zidan, uni holdan toydiradigan narsadan, turmushimda nimadir dars ketgan degan fikrdan qochayotgandi. Sora ana shu dars ketgan siniqning so'zsiz dalili edi. Nur bolaligidan beri muammoga yuzma-yuz kelishini bilmas edi. U hech qachon muammolarga, ularning oqibatlariga tik qaray olmagan. Doim kimdir uning yukini ko'tarishga o'rganib qolgan edi. Bir umr ota-onasining so'zlaridan qattiq ta'sirlanib kelgan edi. Mana, endi ulg'aysa ham ularning fikriga asir bo'lib qolgan. Qarama-qarshilikning har qanday shaklida qo'rqar edi. Yusuf ertalab uyg'onib qog'ozni o'qidi-yu, telbalardek yugurib baqira boshladi. "Nur, Nur, shu yerdaman Yusuf." Nur mehmonxona chetidagi kursida xotirjam o'tirardi. Yusuf yugurib kelib uni mahkam quchoqladi. Ko'z yoshlari bo'g'ziga tiqildi. Bo'g'iq ovozda qulog'iga shivirladi. "Nur, sensiz men yo'qman. Xudo haqqi, meni tashlab ketsang o'laman. Sen butun hayotimsan. Meni tashlab ketma, iltimos. Sen yuragimning quvvati, ko'zimning nurisan. Men ham, Sora ham senga muhtojmiz. Yonimizda bo'lishingga muhtojmiz." Oh Yusuf, bu yuragingni yondirgan sevgi qayerdan? Shuncha eshitgan malomatlaringga, shuncha ozor chekkaningga qaramay, baribir shu qadar chuqur muhabbatni ko'tarib turibsan. Nur o'zini tutib tura olmay yig'lab yubordi. Ammo qarori qat'iy edi. "Iltimos Yusuf, shundoq ham azobdaman. Ahvolimni og'irlashtirma.
safarni sizlar uchun kechiktirgan edim. Endi kechiktira olmayman. Iltimos, meni tushun. Sizlarni tashlab ketmayman. Faqat biroz uzoqlashishim kerak. Yusuf hayrat bilan undan chetlandi. O'rnidan turib Soraning xonasi tomonga yurdi. Ketayotib shunday so'zlarni takrorlardi. Nur o'chdi. Nur o'chdi. O'sha lahzada Yusufning ichida juda katta narsa singan edi. Nur buni angladi, ammo o'zini tutdi. Qarorida mahkam turdi. Yusufning Nurga muhabbati ehtiyoji ustiga qurilmagan edi. Bu shartsiz, evaz kutmaydigan sevgi edi. Pok bir bog'lanish, hissiy rishta, ruhlar orasidagi yashirin aloqadorlik edi. Bilmagan odam balki buni aqliga sig'dira olmas, ammo Nurning sovuqligiga qaramay Yusuf uni baribir sevardi. Ammo yaxshi ko'rgan insoniga bunchalik qattiq bog'lanib qolish og'riq keltirar ekan. Chunki bunday sevgi yo'qolsa ortidan qattiq azob keladi. Ba'zan bir odamni uning o'zi uchun emas, balki uning siz uchun qilayotgan qaysidir ishi uchun sevasiz. O'sha narsa tugashi bilan tuyg'ular ham asta-sekin so'nadi. Ammo Yusufning sevgisi ko'rib guvoh bo'lganingizdek butunlay boshqacha edi. Oradan 3-4 hafta o'tdi. Nur ertalab safarga ketadi. Bugun uning uyidagi oxirgi kechasi. Tun sokin. O'yinchoqlar orasida uxlayotgan Soraning tinch nafasidan boshqa narsa eshitilmaydi. Nur xonaga kirdi. Karavot chetiga o'tirib uxlab yotgan qizining yuziga tikildi. Barmoqlari bilan oppoq, dog' tushgan yanoqlarini siladi. So'ng g'am, tashvish va qahrdan erib ketay degan past ovozda dedi: "Kechir qizim. Sora, men ketyapman, lekin uzoq qolib ketmayman. O'qishimni tugatishim uchun ketyapman. Kuchliroq bo'lish uchun. Balki qaytganimda senga tayanch bo'larman. Hozir qarshi tura olmayotgan narsalarimga qarshi turarman. Balki seni qanday sevishni o'rganarman." Eshikka yaqinlashgan Yusuf bu so'zlarni eshitib soyadek jim qotdi. Nur Soraning kaftini ko'tarib yuziga qo'yganini ko'rdi. U ovozsiz, ko'z yoshsiz yig'lardi. Nur uning ovozsiz kirib kelganiga seskanmadi. Unga xotirjam qarab siniqqina jilmaydi. Yusuf unga: "Yaxshi qarang, Sora sizni sevadi. Mendan ko'ra ko'proq sevadi." Yusuf yaqinlashib Nurning yoniga o'tirdi. Uning qo'lidan tutdi. "Yo'q, u seni ham sevadi. Har qancha uzoqlashsang ham sevardi. Lekin hozir u senga muhtoj. Sen unga keraksan, Nur." Nur nigohini undan olib qochib o'rnidan turdi. Soraning peshonasidan tezgina o'pdi-da, shoshilib tashqariga otildi. Ammo eshik oldida to'xtab, oxirgi marta ortiga qaradi. Sora hamon uxlab yotar. Chehrasi sokin edi. Undan uzoqlashayotgan onasining yuragi ming bo'lakka bo'linayotganini bilmas edi. Yusuf Soraning yoniga cho'zilib, uni bag'riga bosdi. "Men shu yerdaman, qizim. Alloh haqqi, men seni tashlab ketmayman. Nuring ham, soyang ham o'zim bo'laman." Yusuf tungi duolarini o'qiy boshladi. Nihoyat uyqu uning horg'in ko'zlariga osongina g'olib keldi. Yusuf tongda g'alati jimjitlikdan uyg'onib ketdi. Sora karavotda ham, o'yinchoqlar orasida ham yo'q edi. Yusuf dahshat ichida xonalarga kirib chiqa boshladi. Soraning ismini aytib chaqira boshladi. Oxiri topdi. Sora ota-onasi yotadigan xonaning bir burchagida Nurning ko'ylagini quchoqlab yig'lab o'tirar edi. Onasi ketganini qanday sezdi ekan? Ona uni hali ham tanishga ham ulgurmagan dunyoda yolg'iz qoldirib ketgan edi. Yusuf Sorani mahkam quchdi.
Kichkina qizchasini bu ahvolda ko'rib o'zini ham ko'z yoshlari sel bo'lib oqdi. Shu yerda Soraning hayotida yangi hikoya boshlandi.